Tigu barbuda. Qiyinligini qarang, nima? Kiribati. Zambiya. Hammaga salom. Men Shukrona. Ozgina hayajon bo'ldi. Qaysidir bayroqlar esimdan chiqib qoladi deb o'ylagandim, lekin esimdan chiqmadi. O'tgan yil juda ham qiziqarli bo'ldi. Zo'r suratlar oldim. Shahzoda opam o'z so'zlarini bajardilar. Keyingi ko'rsatuvda katta globus sovg'a qilaman, asalim. Bo'ptimi? Bo'pti. Sovg'angizni menga berib yuborganlar, xosga olib chiqib beraman. Shahzoda Muhammedovadan sovg'a o'sha va'da qilingan katta globus. Katta qiz bo'ling. Va Ibrohim aka orqali menga globus berib xursand bo'lib ketdim. Men ochiqni aytishim mumkin, shu kichkina qizimizni ham katta yutug'i kichkina jussasiga va kichkina miyasiga shuncha informatsiyani sig'dira olgani. Bunaqa xotira bilan ertaga u juda ham katta yutuqlarga erishadi. Hamma hakamlar juda mehribon. Ularning ichida qattiqqo'l yo'q. Sitar opamni hayron qoldirdim. Shukronacha, nafaqat muxlislarni, jyurilarni ham, umuman Got Talentni sahna ortidagi insonlarni ham mehrini qozona olgan, hammani lyubimchigi desak ham bo'ladi. Chunki albatta faqat bilimi bilan emas, o'zini odobi bilan, shirinligi bilan, beg'uborligi bilan hammani o'ziga bog'lab oldi bu qizcha. Bobur aka, ota-onangga rahmat dedilar. Hammasini to'g'ri aytishingizdan hech qanaqa shubha yo'q edi. Ota-onangizga rahmat. Шкурона, она тоже талантливый ребенок, просто не по годам. Видимо, у нее какие-то нейронные связи в голове работают лучше, чем у детей в ее возрасте. Очаровательный, талантливый ребенок. Boshlovchilar superfinalga Shukrona o'tadi deganlarni xursand bo'lib sahnadan tushib, birinchi xolamni quchoqlab oldim. Keyin oyimni, keyin singlimniki, adamni, keyin akam. Bugun internetga kelganimizda taksi akamni tanib qoldilar. 2-3 marta menga omad tiladilar. 100 million so'm yutib olsam, kichkinagina qilib kutubxona ochmoqchiman. Chunki kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Bu yoqda ko'p kitoblar bo'ladi. Oltin baliqcha, qizil shapkacha, keyin kolobok, bo'g'irsoqlar. Yarim finalda nima ko'rsatarkin degan xayolga bordim. Mayli, xo'p, boshida o'sha davlatlarning poytaxtini. Endi nima qiladi? Umuman kutmagan bir burilish bo'ldi-da, bayroqlarni ko'rsatib, davlatning nomini. Shu shouda hamma kim chiqadiganlar bo'lsa, super finalga o'tganlar bitta shu Shukronani nima ko'rsatishni men bilmayman. O'ylab ham ko'ra olmayman. To'g'ri, xotira bilan bog'liq bo'ladi. Super finalga zo'r narsa tayyorlayman. Hammani hayron qoldiraman. Bu safar ham yetaman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Shukrona Komiljonova. Assalomu alaykum. Shukrona, qalaysiz? Assalomu alaykum. Kayfiyatingiz qanaqa? A'lo darajada. A'lomi, bugun 100 millionni quchoqlab uyingizga olib ketasizmi? Ha. Xudo xolasa, boshlaymizmi unda? 100 million yutib olsangiz nima qilasiz? Kutubxonacha ochaman. Aniqmi? Bu kutubxonacha bo'lmaydi, kutubxona bo'ladi. Xuddan orqangizga qarang, mana qasrga o'xshagan katta kutubxona bo'ladi. Lekin qarang, siz ana aytadi, kelalar qo'zg'alonda. Avval o'zi kiyib oldi, keyin hammasini kiyintirdi dedi-yu. Xuddi shunaqa. Men umrimda kiymagan narsam bugun kiydim. Endi Bobur akam balki teatr, kinolarda kiygan bo'lsa kerak bunaqa. Bunaqa yo'q, hali yo'q. Xullas, sizni kiyimingizdan, galstuklaringizdan to'g'ri tushungan bo'lsa, biz hozir Harry Potter personajlarimizda, xullas shunaqami? Ha. Tushunarli. Ana endi menga qiziq, bugun Harry Potterni ko'rganmisiz? Ha. Молодец, моя сладкая. Ana Поехали. bilan obrazlar Germionamidi, nima edi? Ha? Shunaqaroq. Shunaqaroq, qani men ham ko'rgan Bu ekanman. Germionadan ancha yaxshi. Aqlli qizaloq, bir so'z bilan aytganda. Tayyormisiz? Ha. Sizga omad tilaymiz. Boshlaymizmi? Ha. Ketdik. Gaiti gerbi, poytaxti Port-au-Prince, bulburligi Grut.
Burkina Faso gerbi poytaxti Ouagadougou, pul birligi G'arbiy Afrika franki. Bosna Hersegovina gerbi poytaxti Sarayevo, pul birligi marka. Balki kerak emasdir u yog'i. Я себя что-то тупорылым чувствую. Mana o'zim ahmoqlarni ro'yxatiga qo'shib qo'ydim hozir. Guadalupe gerbi poytaxti Bastel, pul birligi yevro. Urugvay gerbi poytaxti Montevideo, pul birligi Urugvay pesosi. Nikaragua gerbi poytaxti Managua, pul birligi Cordoba. Ozarbayjon gerbi poytaxti Baku, pul birligi Manat. Qo'llarim titrab ketyapti. Saint-Lucia gerbi poytaxti Kastri, pul birligi Sharqiy Karib dollari. Sizni qo'lingizni meni miyam shpagat ochyapti hozir. Men o'zi ofis oldida 4 ta mashina qo'yadigan joy bor-da. 4 ta mashina. O'shani ham chiqib qidiraman, qaq qo'ygan edi mashinamni. Hozir bittadan keyin qulog'im chapay chalib boradi menimcha. Ukraina gerbi poytaxti Kiev, pul birligi grivna. Armaniston gerbi poytaxti Yerevan, pul birligi dram. Vengriya gerbi poytaxti Budapest, pul birligi forint. Ruminiya gerbi poytaxti Buxarest, pul birligi Leya. Saint-Tome va Principe gerbi poytaxti Saint-Tome, pul birligi Dobra. Nigeriya gerbi poytaxti Abuja, pul birligi Naira. Boburgiz faqat shu so'm, dollar, yevroni bilasiz. Yena ham bilaman. Xorvatiya gerbi poytaxti Zagreb, pul birligi kuna. Yaxshilab o'ylab ko'r. Boshidan. Balki bizda noto'g'ri yozilgan yoki bilmadim. Buni hamma ko'ryapti boshqatdan. Xorvatiya poytaxti Zagreb, to'ppa-to'g'ri. Pul birligi Kuna. Hurmatli bizni qulog'imizdagi prodyuserlar, sizlar xato qilganmisizlar yoki qizimiz xato qilyaptimi? Endi nima deydi Shukrona, siz Ну подскажи один раз. Ты этого не знаешь. Davom etamiz, xo'p. Argentina gerbi poytaxti Buenos Aires, pul birligi peso. Gruziya gerbi poytaxti Tbilisi, pul birligi lari. Keyin boyiga oydinlik kiritib ketaman. Shukrona, siz deyarli xato qilmadingiz deymiz. Xorvatiya pul birligi 2022-yilda kuna bo'lgan. 2022-yildan boshlab yevroga o'zgargan. Lekin bu xato emas, bu Xato topdingiz. emas, to'ppa-to'g'ri edi, to'ppa-to'g'ri edi. Livan gerbi poytaxti Bayrut, pul birligi Livan funti. Peru gerbi poytaxti Lima, pul birligi Peru yangi soli. Keniya gerbi poytaxti Nairobi, pul birligi Keniya shilingi. Gana gerbi poytaxti Accra, pul birligi Cedi. Bangladesh gerbi poytaxti Dhaka, pul birligi Taka. Slovakiya gerbi poytaxti Bratislava, pul birligi yevro. Angola gerbi poytaxti Luanda, pul birligi Kwanza. Makedoniya gerbi poytaxti Skopje, pul birligi dinar. Shri Lanka gerbi poytaxti Kolumbiya, pul birligi Shri Lanka rupiyasi.
Venesuela gerbi, poytaxti Caracas, pul birligi Bolivar. Janubiy Afrika gerbi, poytaxti Pretoria, pul birligi Rand. Kamboja gerbi, poytaxti Phnom Penh, pul birligi Riel. Mo'g'uliston gerbi, poytaxti Ulan Bator, pul birligi Tugrik.